Biz haramga borsak, cho'qim Madinaga chiqmasdan qaytmaymiz. Chunki Madinada ikki haramning birisi bo'lgan Masjid-i Nabaviy, ya'ni Masjidur Rasul, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidi bor, Rasulullohning qabrisi bor, shundaqlar Ravzi va Masjidul Quba bor. Bu yerlarni ziyorat qilmasdan, Masjid-i Nabaviyda namoz o'qimasdan haramdan qaytish mumkin bo'lmaydi. Biz Masjid-i Nabaviyga, ya'ni Madinadagi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning masjidiga borgan vaqtimizda, ba'zi qarindoshlarimizning ko'ziga gilamning ostida kelim turayotgan bu 3 chambar chiliqqan bo'lishi mumkin. Balkim chiliqqan bo'lsa-mu, bu bir chiniqishning biziki deb o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda undaq emas. Bu 3 chambar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hayotida yuz bergan, ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning davrida yuz bergan bir tarixiy voqealikning shohidi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sahobalari oxiratga, jannatga rasmiy ishongan. Bizga o'xshash emas, rasmiy ishongan. Bu sababdan u jannatga erish nimani talab qilsa, nimani taqozo qilsa, uningga uni bergan. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlar yaxshi ko'rgan narsanglarni Alloh yo'lida, ya'ni Alloh talab qilgan yo'llarda chiqim qilmagunchalik jannatga kirolmaysizlar degan bu oyat nozil bo'lganda, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishidagi Madinalik ansoriy sahoba bo'lgan Abu Talha radhiyallohu anhu o'zi uchun eng yaxshi ko'rgan narsaning nima ekanligi haqida o'ylandi. Abu Talha radhiyallohu anhu bo'lsa, ansar sahobalarning ichidagi boy sahobalarning birisi edi. Nurg'ulg'an bog'lari bor edi, tugilari bor edi, shundaqla quduqi bor edi. O'zining ilkidagi narsalar ichida eng yaxshi ko'radigan narsa bo'lsa, bi'irha degan bu quduq edi. Bu quduqni Abu Talhaning yaxshi ko'rishining bir sababi bo'lsa, Rasululloh bu quduqdan suv ichishni yaxshi ko'radi. Chunki bu quduqning suvi nihoyat tatliq edi. Bu oyat, yuqorqi oyat, ya'ni sizlar Alloh yo'lida o'zinglar eng yaxshi ko'rgan narsani chiqim qilmoqchi jannat kirolmaysizlar degan bu oyat nozil bo'lgan vaqtida bu sahoba o'yinish orqali men eng yaxshi ko'radigan narsa mening ilkimdagi mushu bi'irha ekan. Ya'ni mushu quduq ekan. Men mushu quduqni Alloh yo'lida vaqf qilyaptim. Alloh yo'lida mushundaq hammani sadiq qilyaptim deb Alloh yo'liga otib etdi. Bu gapni anglagandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Abu Talha payda oldi. Abu Talha payda oldi dedi. Va shundan tortib bu quduq Abu Talha Ansori radhiyallohu anhuning emas, butun musulmonlarning mulkiga aylandi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning masjidini kengaytirishga to'g'ri keldi. Kengaytirishga to'g'ri kelgan vaqtida bu quduq masjidning ichiga kirib ketadi. Sahobalar Abu Talha Ansori radhiyallohu anhuning qilgan bu yaxshiligining o'chmas bir simvoli bo'lishi uchun bu quduqning o'rnini bir belgi sifatida qo'yib qo'ydi. Uningdan keyin kelganlarmi bu izni o'chamidi. Ta mana bugun kunimiz qadar bu haramga ega bo'lganlar mana shu yaxshilikning simvolini o'chirmaslikka tirishib keldi. Shundaqla bugun kunimizdami mana shu Abu Talha Ansori radhiyallohu anhuning quduqining o'rniga ayrim bir belgi qilindi. Kenimda ko'rayotgan bu 3 chambar bo'lsa, ana shu Abu Talha Ansori radhiyallohu anhuning quduqining o'rni. Sahobalar Rasululloh bilan birga bo'lganligi, sahoba bo'lganligi, namoz o'qiganligi, Rasululloh bilan birga jihad qilganligi bilan hech qachon qanoatlanib qolmagan. Ular jannatga shu qadar ishonganki, qo'l ilgidagi eng yaxshi ko'rilgan narsani Alloh yo'lida chiqim qilish orqali jannatning eng yuqori martabasiga kirishga ana shundoq tirishgan. Biz bu tarixiy bir simvol orqali shuni deymizki, biz agar Allohga haqiqiy ishonsak, oxiratga o'lgandan keyin bir abadiy hayotning bor ekanligiga ishonsak, u hayot uchun, Alloh uchun eshib qolgan vaqtimizni emas, eng yaxshi ko'radigan vaqtimizni, mayli sahar vaqti bo'lsin, eshib qolgan mol-mulkimizni emas, eng yaxshi ko'radigan mol-mulkimizni beradigan vaqtimizda, undan keyin biz jannatga loyiq bo'lamiz. Chunki Alloh taolo Qur'on karimda degandek, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlar yaxshilik bo'lgan jannatga o'zinglar yaxshi ko'rgan narsani chiqim qilmoqcha kirolmaysizlar dedi. Qo'limizdan chiqib kelsa hech qanday bearam bo'lmaydigan, eshib qolgan, hojatimizdan sirt bo'lgan narsa keraklarimiz va vaqtimizni sarf qilish orqali aslo va aslo jannatga kirolmaymiz.